Qanday qilib men birlashgan? Yurakning super sinergiyasini joriy qila olaman va faqat kichik oyoq haqida o'ylaydigan pudratchilar bilan birga osa olaman. Ko'p odamlar kichik va katta oyoq bilan band bo'lib qolishadi. Mana men nima deb o'ylayman? Sizning katta oyog'ingizda Star Masterlar va Royal Masterlar bormi? Agar shunday bo'lsa, bu albatta ancha katta oyoq. Agar siz Royal Master bo'lib, undan keyin Crown Master va nihoyat Imperial Master bo'lish yo'lida bo'lsangiz, ikkala oyog'ingizda ham bir nechta Royal Masterlar va Star Masterlar bo'lishi kerak. Hatto katta oyog'ida ham ustasi bo'lmaganlar katta yoki kichikroq oyoqlari haqida tashvishlanishni to'xtatishlari kerak. Ular atomiy biznesiga juda tor nuqtai nazardan qarashmoqda va bunday ahmoqona harakat qilishni bas qilishlari kerak. Men uchun esa bittasi kichik oyoq, ikkinchisi esa undan ham kichikroq oyoq. Ularning ikkalasi ham kichik oyoqlar. Siz ham aynan shunday fikrlashingiz kerak. Ikkalasini ham kichik oyoqlaringiz deb hisoblang va doim homiylik ishlaringizni davom ettiring. Bir narsani yodda tutishingiz kerak. Hozirgi kichik oyog'ingiz qachon katta oyoqqa aylanishini hech qachon bilolmaysiz. Bu biznesda qachon va kim bilan omad kulib boqishini hech qachon oldindan ayta olmaysiz. Xulosa shuki, ikkala oyog'ingizga ham e'tibor berishingiz shart. Ko'plab muvaffaqiyatli royal liderlar orasida kichik oyoq katta oyoqdan otib ketgan holatlar ko'p bo'lgan va natijada vaziyat bir necha bor o'zgargan. Albatta, men tushunaman. Ko'proq e'tiborni kichik oyoqqa qaratish tabiiy, chunki kompensatsiya aynan shu asosda hisoblanadi. Bu mutlaqo tabiiy. Shunga qaramay, siz ikkala oyoqqa ham e'tibor qaratishingiz kerak. Iltimos, bu muhim faktni yodingizda saqlang. Mana nega men sizga katta oyoqqa ham qiziqish bildirishingizni tavsiya qilayotganimni aytaman. Keyinchalik ikkala oyoqingiz ham katta bo'lib, siz yaxshi maosh oladigan muvaffaqiyatli liderga aylanganingizda pul topayotgan bo'lsangiz ham, agar hamkorlaringiz sizni hurmat qilmasa, bu muvaffaqiyatingiz faqat yarim muvaffaqiyat bo'ladi. Shuning uchun ko'p pul topishdan tashqari, siz chinakam hurmatli lider bo'lishni ham xohlaysiz. Ikkala oyoqingiz hali kichik bo'lganida ham katta oyoqni hech qachon e'tiborsiz qoldirmasligingiz kerak. Kichik oyoqingiz ham, undan ham kichikroq oyoqingiz ham yaxshi parvarish qilinishi kerak. Tushundingizmi? Yaxshi. Keyingi savol. Men tez-tez eshitaman, men sizga bir liniya quraman. Siz uchun bir liniyani boshqarib beraman. Binari biznesni to'g'ri yuritish va tashkilotingizni saqlab qolishning to'g'ri yo'li qanday? Ha, bu juda yaxshi savol. Menimcha sizga aniq tushuntirish uchun doskada chizishimga to'g'ri keladi. Biznesingizni kengaytirishning eng yaxshi yo'li, umuman olganda, menimcha, aniq, kafolatlangan narsa yo'q. Siz bilan tez-tez muhokama qilinadigan narsani bo'lishaman. Bu, shunday, homiylik liniyasi degan narsa borligini eshitganman. Homiy liniyasi, shuningdek, asl liniya deb ham ataladi. Bu to'liq homiy tomonidan boshqariladi. Chegimalcha junda. Shuning uchun, siz faqat liniyasiga qarashni o'ylasangiz kifoya. Qolganini esa ozi-ozidan hal bo'ladi. Mana shu odam ham boshqalarga xuddi shunday deydi. Siz faqat bitta liniyani o'ylang.
qolgan hammasi avtomatik tarzda bo'ladi. Bunday holatda bu odam oz liniyasini shunday boshqaradi. U yerdagi odam esa asl liniyani shunday rivojlantiradi. Bu yerda joylashgan liniya ham bu odam uchun yana bir asl liniyaga aylanadi. U yerdagi odam esa o'z asl liniyasini rivojlantirib, boshqasiga ham faqat bitta liniyani o'ylashni aytadi. Birinchi qarashda bu haqiqatan ham ajoyib g'oya tuyuladi. Ana u odam u yoqqa ketadi. Bu odam esa boshqa yoqqa ketadi. Yana bir odam esa to'xtovsiz davom etadi. Keyin bu odam muvaffaqiyatga erishadi. Bu odam ham muvaffaqiyatga erishadi. Yana bu odam ham muvaffaqiyatga erishadi. Yana bu odam ham muvaffaqiyatga erishadi. Va nihoyat bu odam ham muvaffaqiyatga erishadi. Yana u odam o'z yo'nalishi bilan o'sha tomonga ketadi va faqat bitta yo'nalish haqida qayg'uradi. Odamlar aynan shu narsa ishlaydi deb o'ylashadi. Odamlar bu aslida bir qatorli marketing ekanligini eshitishadi. Bu ikkilik marketing qilishdan ko'ra ancha oson eshitiladi. Bu juda jozibali taklif bo'lishi mumkin. Bu shunchalik maftunkor eshitiladiki, ko'plab odamlar shu tuzoqqa tushib qolishadi. Shu sababli men Koreyaning tarmoq marketingi tarixida bu usulda ishlash qanday muammolarga olib kelishi mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. Bunday amaliyot qanday muammolarni keltirib chiqarishi mumkin? Aytaylik, shaxsiga bitta yo'nalish uchun gamxo'rlik qilinishi aytilgan va u faqat o'z yo'nalishi bilan shug'ullanishi kerakligi tushuntirilgan. Shaxsining yo'nalishi shunday qilib, silliq tarzda pastga qarab rivojlandi. Chunki u faqat bitta yo'nalish haqida o'ylashi kerak edi. Uning tashkiloti juda qoniqarli tarzda kengayib o'sdi. Endi yuqoridan boshqa bir homiyning nuqtai nazaridan qarab ko'ramiz. U yerda uning yo'nalishi bo'lishi kerak va haqiqatdan ham uning yo'nalishi mana shunday shakllangan. Agar homiyning bu yo'nalishi yaxshi ishlayotgan bo'lsa, u shu yo'nalishga yana odam qo'shadimi? Yoki u boshqa tomonda yana bir yo'nalishga ko'proq odam qo'shadimi? Aytmasak ham ma'lumki, bu yo'nalishiga ko'proq odam qo'shish unga ko'proq foyda keltiradi. Men bu yerga bormayman. Agar shunday bo'lsa, bu yo'nalishga e'tibor qaratgan odam bu yo'nalish katta deb o'ylagan. Endi esa homiyning yo'nalishi butunlay kutilmagan vaziyatga duch keladi. Bu odam uchun endi bu yo'nalish katta oyoq bo'lib qoladi. Asl yo'nalish esa kichik oyoqqa aylanadi. Unga homiyning yo'nalishi asl yo'nalish va katta oyoq deb aytilgan va boshqa yo'nalishga e'tibor qaratish kerakligi tushuntirilgan edi. Lekin endi u mana shunday muammoga duch keldi. Oxir-oqibat boshqa homiy va shaxs o'zaro kurashib butun tizimni yo'q qilish xavfiga duch kelishadi. Ba'zi og'ir holatlarda yaxshi, men shu yo'nalishda qolaman. Agar so'zingda turmasang, seni yo'q qilaman degan gaplar bo'ladi. Ular bir-biriga nisbatan adovatli bo'lib qolishadi va vaziyat juda yomon darajadagi vayronagarchilikka olib keladi. Natijada ular o'zaro zararli vaziyatga tushib qolishadi. Aslida bu holat shu odamning yo'nalishi yaxshi osganida yuz berdi. Bu odamning yo'nalishi yaxshi osdi. Lekin unga asl yo'nalish kafolatlanadi deb aytilgan edi. Shunga qaramay, bu kabi muammoni oldini olishning iloji bo'lmadi. Bu vaziyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yana bir muammo. Shundaki asl yo'nalish yaxshi osadi. Lekin sizning yo'nalishingiz osmaydi. Sizning yo'nalishingiz kengaymagani uchun siz pul ishlamayapsiz va bu yanada yomon muammolarni keltirib chiqaradi. Yana bir saboq. Bu ishni boshlash uchun aqlli yo'l emas. Mana bu yaxshi muvozanatlangan guruh. Mana bu yaxshi muvozanatlangan guruh. Va bu notekis guruh o'rtasida. Agar ikkala guruhning savdosi bir xil bo'lsa, A guruhimi yoki B
guruhimi o'z a'zolariga ko'proq ta'lif olib keladi. A guruh a'zolari yoki guruh a'zolari. Albatta, bu guruh a'zolari va men sizga nima uchunligini aytaman. Bu odam bu yerda hech qanday kompensatsiya olmaydi. Bu odam uchun kompensatsiya yo'q. Bu yerda ko'plab odamlar umuman ta'lif olishmaydi. Bu orada bu odam ta'lif oladi, bu odam ham va hokazo. Va ta'lif oladigan odamlar ancha ko'p. A'zolarning umumiy ta'lif summasi bu guruhda ko'proq. Shuning uchun ular birga o'sishi, rivojlanishi va uzoq muddatda bir-biriga kuch bag'ishlashi mumkin. Bu orada bu tashkilot esa vaqt sinovidan o'ta olmaydi, chunki a'zolar o'z mehnatining mevasini ola olmaydi. Ko'rib turganingizdek, ishni bu tarzda yuritish aslida samarasiz va asosiy yo'nalish sifatida faqat bitta liniyaga tayanish unchalik ma'qul emas. Aksincha, homiy va hamkor yurak va harakatlarni birlashtirib muvozanatli tashkilot yaratishga intilsa, ishlar ancha silliq kechadi. Yana bir muhim jihat shuki, bu holatda ba'zi odamlar noto'g'ri tarzda ular to'ldirishlari kerak deb o'ylashadi. Bu bosh joylarni to'ldirib, chiziqlarni birlashtirib, to'liq matritsa ko'rinishiga keltirasiz. Bu hammasini butunlay buzib qo'yadigan yana bir keng tarqalgan usul. Boshqacha qilib aytganda, siz tuzilmani bir xil shaklda tuzasiz va har bir joyni 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 deb raqamlaysiz. Homiy yangi kelganlarni ularning kirish tartibiga ko'ra belgilangan joylarga joylashtiradi. Bu ham biznes qilishning juda ahmoqona usuli. Bu shunchaki unchalik aqlli emas. Bu ham muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi aniq. Tashkilotingizni muvozanatli tarzda kengaytirishni xohlaysiz. Xuddi daraxt shox otgandek. Uni tabiiy tarzda o'sishiga ruxsat berishingiz kerak. O'zingizni har bir chiziqni to'ldirishga yoki mukammal matritsa qilishga majburlamang. Bunga umuman hojat yo'q. Bu ikki usulning hech biri samarali emas. Tashkilotingizni rivojlantirish jarayonida siz har ikki oyog'ingizda ham ikki pastki ustozga ega bo'lishingiz kerak. Bu ishni qilishning eng aqlli yo'li aynan shu. Masalan, diamant master bo'lish yo'lingizda bu yerda bitta sales master va bu yerda yana bitta sales master bo'lish kerak. Va shunday qilib, har bir oyog'ingizda 2 nafar sales master bo'lish kerak. Agar bu yerda 2 va u yerda 2 sales master tarbiyalab chiqsangiz, ulardan biri ketishga qaror qilsa, katta muammoga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar ko'proq mastership egalarini tarbiyalash va rivojlantirishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'yishingiz kerak. Jota Hanna. Aslida siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu. Har bir yo'nalishingizda strategik tarzda 4 nafar potensial yetakchini toping va birga muvaffaqiyatga erishish hamda jamoaviy ishni rivojlantirish uchun reja tuzing. Xuddi shu narsa bu qatorga ham tegishli. Ishlar yaxshi ketayotganida, bu yerda ham, u yerda ham muvaffaqiyatli jamoa tuzishni istagan odamingizni uchratasiz. Sizlar ortangizda ma'lum bir muhit va uyg'unlik yaratishingiz kerakki, bir yo'l va bir maqsad sari harakat qila olasiz. Bu esa bu yerda turgan odamlarni e'tiborsiz qoldirib, tashlab yuborish mumkin degani emas. Men umuman bunday demoqchi emasman. Bu odam yaxshi natijaga erishishi uchun uning yo'nalishi ham pastga qarab silliq ketishi kerak va u yoqdagi yo'nalish ham pastga qarab rivojlanishi lozim. Sizdan bir savol so'ramoqchiman. Bu yerda turgan odam va u yerda turgan odam muvaffaqiyatga erishishi uchun nima qilishingiz kerak? Siz butun tarmoqni to'liq nazorat qilib,
hammasi to'g'ri ishlashini ta'minlashingiz kerak. Lekin tashkilotingiz ishlay boshlagach, ishlar siz uchun haddan tashqari ko'payib ketishi mumkin. Aynan o'sha paytda atomiy sistem foydali bo'ladi. Siz hamma narsani o'zingiz hal qila olmaysiz. Shuning uchun bizning tizimimizdan foydalanishingiz kerak. Bir kunlik seminar. Muvaffaqiyat akademiyasi bir kunlik seminarlar yoki har kuni o'tkaziladigan markaz uchrashuvlari orqali siz ularni shu seminarlar sari yetaklashingiz mumkin. Bu esa ularning muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi va bu siz uchun ham foydali bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Orzudagi Hangul Park bilan savol-javob. Yana bir bor, bu vaqt siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Endi atigi bir oy qoldi. Vaqt juda tez o'tmoqda. Oxirgi chorakni samarali o'tkazing va yangi yilda yangilangan